Assalomu alaykum. Efirda Toshkent viloyatida hafta davomida sodir bo'lgan eng muhim voqea va hodisalar tahliliga bag'ishlangan Fursat 7 dasturining navbatdagi soni. Studiyada boshlovchi Shohjahon Tursunov. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga yo'llagan murojaatnomasi hamda O'zbekiston 2030 strategiyasida belgilangan ustuvor vazifalar joylarda izchil muhokama qilinmoqda. Xususan, belgilangan grafik asosida biriktirilgan tuman va shaharlarda mahalla aholisi bilan ochiq muloqot, uchrashuvlar tashkil etilib, islohotlarning mazmun-mohiyati keng jamoatchilikka yetkazilmoqda. Ana shunday muloqot uchrashuvlaridan biri Yangiyo'l tumanida joylashgan Qo'shtepa mahalla fuqarolari yig'inida bo'lib o'tdi. Unda prezident murojaatnomasida alohida ta'kidlangan masala infratuzilmani yaxshilash, xususan elektr ta'minotini barqarorlashtirish atroflicha tahlil qilindi. Mana xalq bugungi kunda kelib o'zining hayotida qiynayotgan muammolarni, hayotda duch kelayotgan ko'pgina tashvishli masalalar bilan bu joyda rahbarlar bilan o'rtoqlashmoqda. Mana tuman hokimi, prezident administratsiyasi vakili, viloyat hokimiyat mutasaddilari muammolarni joylariga tushib yechilishining mexanizmlari to'g'risida xalqqa ochiqdan-ochiq fikrlarini bildirdi. Albatta mana bu nima beradi? Bu uchrashuvning asl mazmuni, mohiyati o'zi nimadan iborat hisoblanadi? Xalqni qiynab kelayotgan va yillar davomida qiynab kelayotgan muammolarni mutasaddilar bilan birgalikda yechish masalalari ko'zlab olindi. Umuman olganda prezidentimizning xalqqa qilingan murojaatnomasining ichida eng ko'p o'rtaga tashlangan va kelajakda rejalashtirilgan masala ijtimoiy masala hisoblanadi. Ijtimoiy masalaning yechimining bosh bo'g'ini bu mahalla hisoblanadi. Shuning uchun men o'ylaymanki, bu respublika miqyosida juda katta bir umummilliy ish sifatida aylangan bu murojaatnomaning tumanlarda, mahallalar kesimida o'tkazilishi juda maqsadga muvofiq deb o'ylayman. Uchrashuv davomida yillar davomida yechimini topmay kelayotgan eskirgan elektr ustunlari va simlar muammosi ko'tarildi. Aholi murojaatlari joyida tinglanib, mas'ul tashkilotlar vakillariga aniq topshiriqlar berildi. Jumladan, mazkur hududda elektr tarmoqlarini bosqichma-bosqich yangilash bo'yicha aniq muddatlar, manzilli reja va moliyalashtirish manbalari belgilandi. Ushbu muammo kelgusi yillar kesimida to'liq hal etilishi rejalashtirilgan. Mahallalardagi muloqot uchrashuvlarida asosan o'sha xalqning qiynab kelayotgan muammolarni bartaraf etish, ularni tinglash va o'z vaqtida ularga ko'maklashish, o'sha joyda bartaraf etish masalalari ko'rilmoqda. Bo'lib o'tayotgan bu kabi yig'ilishlarimiz nafaqat mahallamiz aholisi uchun, balki tumanimiz aholisi uchun ham samarali natija beradi. O'ylaymanki, bu kabi yig'ilishlarimiz natijasida aholimiz farovon, yoshlarimizning esa bandligi ta'minlanadi. Shuningdek, prezident murojaatnomasida belgilangan yana bir muhim yo'nalish yoshlar bandligini ta'minlash masalasiga ham alohida e'tibor qaratildi. Uchrashuv doirasida mahallada mehnat yarmarkasi tashkil etilib, yoshlar va ishsiz fuqarolarga bo'sh ish o'rinlari, kasbga o'qitish va tadbirkorlik imkoniyatlari taklif etildi. Bugun navbatdagi bo'sh ish o'rinlari mehnat yarmarkasi bo'lib o'tmoqda. Mehnat yarmarkalarini tashkil etishimizning asosiy maqsadimiz o'sha har bir hududdagi ishsiz, band bo'lmagan fuqarolar bandligini ta'minlashga ko'maklashish. Hozirgi kunda korxona va tashkilotlarimiz o'zining bo'sh ish o'rinlari bilan ushbu yarmarkada qatnashmoqda. Shu bilan birgalikda mana shu hududdagi chet davlatlardan qaytgan migrantlar bandligi, probatsiya ro'yxatlarida turgan ishsiz, band bo'lmagan fuqarolar bandligini ta'minlash maqsadida ushbu yarmarkalar tashkil etilmoqda. Mazkur tadbirlar aholining muammolarini shunchaki o'rganish bilangina cheklanmay, ularni aniq reja, mas'ul ijrochilar va moliyaviy manbalar asosida hal etishga qaratilgani bilan ahamiyatlidir. Eng muhimi, bu ishlar kelgusi yillarda mahalla hayotida sezilarli ijobiy o'zgarishlar bo'lishiga xizmat qiladi. Nurafshon shahridan yo'lga chiqqan ma'naviyat karvonining navbatdagi xalq bilan ochiq muloqoti Parkent tumanining Navruz mahallasi joylashgan 10-sonli umumta'lim maktabi bo'ldi. Uchrashuvda ta'kidlanganidek, 2025-yilda mamlakatimiz eksport hajmi 23% ga oshib, xorijiy investitsiyalar hajmi 43,1 milliard dollarga yetdi. Alohida qayd etilganidek, o'tgan yili 188 ta mahalladagi 715 ming aholi ilk bor ichimlik suvi bilan ta'minlangan. Shuningdek, O'zbekiston dunyo davlatlarining texnologik yetuklik reytingida top 10 talikdan joy oldi. Ochiq muloqot davomida shu kabi erishilgan yutuqlar va kelgusi yillardagi rejalar atroflicha muhokama qilindi. Ta'lim sohasini, tibbiyot sohasini isloh qilish, yangi tizimlarni yaratish, yashil energiya sohasini yaxshilash va iqtisodiyotni rivojlantirish bo'yicha, inson qadrini nurg'ulash bo'yicha prezidentimiz tomonidan alohida topshiriqlar berildi. Ta'lim sohasida qator islohotlarni amalga oshirish bo'yicha
yangiliklar kiritilgan va bu bo'yicha texnikumlar tarmog'ini yaxshilash va 7-sinfdan boshlab umumta'lim muassasalarida o'quvchi yoshlarimizni qiziqishlariga qarab ajratib olib, ularni 9-sinfgacha o'qitish va ularni qiziqishlari bo'yicha ta'limni keyingi bosqichida texnikumlarga jalb qilish va respublikamizda kadrlar salohiyatini mustahkamlash uchun alohida ahamiyatlar berilgan va bundan tashqari maktabgacha ta'lim tizimida xususiy ta'lim, ya'ni xususiy maktabgacha ta'lim sohalarini yanada kengaytirish bo'yicha alohida topshiriqlar belgilab olindi. Uchrashuv davomida 2026-yilda mahallalarda amalga oshiriladigan ustuvor vazifalar yuzasidan ham batafsil ma'lumot berildi. Jumladan, joriy yilda mahallalar infratuzilmasini rivojlantirish uchun 8,5 trillion so'm mablag' ajratilishi, shuningdek, mahalla sanoat va xizmat dasturi doirasida 10 mingdan ziyod ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish loyihalari amalga oshirilishi belgilab olindi. Ushbu tashabbus aholi bandligini ta'minlash, daromad manbalarini ko'paytirish hamda hududlarni kompleks rivojlantirishga xizmat qilishi ta'kidlandi. Respublikamizda so'nggi yillarda aholini ijtimoiy himoya qilish bo'yicha juda katta ishlar amalga oshirilyapti. Masalan, ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamni qo'llab-quvvatlash, kambag'allikni qisqartirish, hech zamonda ham kambag'allikni qisqartirish bo'yicha bunday ishlar amalga oshirmaydi. Mana shunaqa imkoniyatlar yaratilyaptiki, aholi o'zini o'zi tiklab olsin, o'zini o'zi o'sha bandligini ta'minlasin, kelajagini yaxshilasin. Mana men o'zim oliy ta'lim vakili sifatida aytaman, so'nggi yillarda xotin-qizlarimiz magistraturaga o'qish pullari to'liq 100% davlat tomonidan qoplab berilyapti. Ular mana bu ularni ko'proq o'sha gender tenglikni ta'minlash uchun, ularni ko'proq shu sohaga kirish uchun, ilm qilish uchun juda ham katta imkoniyat. 2026-yilda ustuvor yo'nalishlardan bittasi mahalla infrastrukturasini yaxshilash va jamiyatni yuksaltirish degan shunaqa yil birinchi ustuvor yo'nalish sifatida qaraldi va endi bularga juda ham katta imkoniyatlar qilib berilyapti. O'sha dastur bo'yicha adashmasam 5 milliard har bir mahallaga ajratilyapti. Bu ularning mahalla guzarlarini yaxshilash, yo'lini yaxshilash, mana shunaqa mahallani infrastrukturasini yaxshilash bo'yicha mablag'lar ajratilyapti. Shu bilan birga uchrashuvda ishtirok etgan aholi vakillari ham Prezidentimiz murojaatnomasi va O'zbekiston 2030 strategiyasi yuzasidan o'z fikr-mulohazalarini bildirdi. Xususan, mahalla infratuzilmasini yanada yaxshilash, tadbirkorlikni rivojlantirish, yangi ish o'rinlarini yaratish va bandlik masalalari bo'yicha muammo hamda takliflar ilgari surildi. Ma'lumki, maqsad qanchalik aniq va ravshan bo'lsa, unga erishish shunchalik oson kechadi. Insonlar yaxshi yashash uchun o'z maqsadi sari tinimsiz harakat qilgani sari jamiyat va davlatlar ham xalqining farovon yashashi, rivojlanishi uchun yetarlicha shart-sharoitlar, qulayliklar yaratib berishga harakat qiladi. O'zbekiston 2030 strategiyasi ham aynan mana shu maqsadda yaratilgan bo'lib, mamlakatimizni barqaror rivojlanishi, ijtimoiy jihatdan adolatli davlatga aylantirishni asosiy maqsad qilib qo'yadi. Davlatimiz rahbari tomonidan O'zbekiston 2030 strategiyasini takomillashtirilgan loyihasini ishlab chiqish vazifasi qo'yilib, bu borada aholi fikr-mulohazalari o'rganilmoqda. Xususan, Toshkent tumanida o'tkazilgan targ'ibot tadbirida ta'lim tizimini barcha bosqichlarda tubdan takomillashtirish masalalariga e'tibor qaratildi. Hozirgi targ'ibot tadbirimizda O'zbekiston 2030 strategiyasi rejalashtirilgan maqsadlar bo'yicha qisqacha ma'lumot berildi. Men shu tadbirda ma'ruzachi sifatida qatnashdim va Oltintepa mahalla fuqarolar uchun O'zbekiston 2030 strategiyasi 45-maqsad bo'yicha ma'lumot berdim. 45-maqsad 2030-yilga yalpi ichki mahsulotni 2 barobar oshirish va yuqori o'rta daromadlar davlatlar qatoriga kirish. Demak, yalpi ichki mahsulot jon boshiga $4,000 ga yetkazish. Strategiyaga muvofiq maktabgacha ta'lim qamrovini kengaytirish, umumiy o'rta ta'lim sifatini oshirish va oliy ta'limda amaliy bilimlarga asoslangan yondashuvni kuchaytirish asosiy vazifalar sifatida belgilangan. Shu bilan birga o'quv dasturlarini xalqaro standartlarga moslashtirish va fan, texnologiya, muhandislik hamda matematika yo'nalishlariga alohida e'tibor qaratish rejalashtirilgan. Murojaatnomadan kelib chiqib biz ham shu o'zimizni aynan ta'lim yo'nalishimizda ko'plab vazifalarni o'zimizga belgilab oldik. 6-ustuvor yo'nalishlarda, ya'ni ta'lim sohasiga juda ham oid bo'lgan tomonlari ko'p va eng so'nggi 6-yo'nalishda sud va huquq
tizimi bo'yicha talaygina vazifalar qatorida narko biznes, o'sha narko jinoyatlarga qarshi kurash bo'yicha ham vazifalar belgilangan va bu ta'limga ham juda katta aloqador, ya'ni shu o'quvchi yoshlar orasida, voyaga yetmaganlar orasida huquqbuzarlikni oldini olish, jinoyatchilikni oldini olishga qaratilgan va ana shu giyohvandlikka qarshi kurash bo'yicha chora-tadbirlar tuzildi. Strategiyada raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayonida keng joriy etish muhim masala sifatida qayd etilgan. Masofaviy ta'limni rivojlantirish, raqamli platformalar va zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish orqali ta'limning ochiqligi, samaradorligini oshirish maqsad qilingan. Mana shunday bir islohotlar amalga oshirilayotgan bir jarayonda yurtboshimiz mana shu murojaatnomalarda yoshlarimizni ham albatta chetda qoldirmasdan o'tganlar, ya'ni ularni ta'lim sohasida bugungi kunda qiynab kelayotgan muammolarini yoki bo'lmasa ta'limdan tashqari kasb-hunar bilan baravar ta'limni ham olib ketish degan fikrlari bugungi kunda amalda o'z isbotini topmoqda. Xususan men yoshlar yetakchisi sifatida shuni aytmoqchimanki, bugungi kunda 10-11-sinf o'quvchilari o'rtasida ta'limga ham, balkim kasb-hunarga ham bo'lgan qiziqishlari bor yoshlar bor. Shuning uchun 9-sinfni bitirgandan so'ng o'quvchi yoshlarimiz o'zlari qiziqqan kasb-hunarlari yo'nalishlari bo'yicha ham o'qishlari, ham ishlashlari, ya'ni o'qish bilan kasbni baravar olib ketish tizimi ham joriy qilinmoqda. Xulosa qilib aytganda, O'zbekiston 2030 strategiyasida ta'lim sohasi jamiyatning barqaror rivojlanishi va mamlakatning global miqyosdagi raqobatbardoshligini ta'minlovchi asosiy ustunlardan biri sifatida belgilangan bo'lib, u kelajak avlodni yetuk, bilimli va zamonaviy fikrlaydigan shaxslar sifatida shakllantirishga qaratilgandir. Toshkent viloyati Ohangaron tumanidagi ishlab chiqarish korxonalari mahalliy va xalqaro bozorlarda raqobatbardosh mahsulotlar yetkazib berishga yo'naltirilgan. Hududning sanoat hajmi 8 trillion 197,6 milliard so'mni tashkil etib, o'sish sur'ati 105,3% ga yetgan. Sanoat sohasidagi o'sish viloyat iqtisodiyotidagi ulushni 6,2% ga yetkazgan va bu ko'rsatkich bilan tuman 4-o'rinni egallaydi. Shu tariqa ishlab chiqarish nafaqat hududning yalpi mahalliy mahsulotini oshirish, balki tuman aholisini bandligini ta'minlash va mahalliy ishlab chiqarish salohiyatini oshirishga xizmat qilmoqda. Tumanda jami 9 ta yirik va 315 ta kichik sanoat korxonasi faoliyat yuritadi. Shuningdek, 6 ta sanoat zonasi mavjud. Navbatdagi lavhamizda yurtimiz taraqqiyotiga o'z hissasini qo'shib kelayotgan yana bir ishlab chiqarish zavodi haqida ma'lumotlar beriladi. Korxona Toshkent viloyatining Ohangaron tumanida joylashgan bo'lib, umumiy hududi qariyb 10 gektarni tashkil etadi. Ishlab chiqarish binolarining umumiy maydoni 40 ming kvadrat metrdan ortiq. Hududda zamonaviy ishlab chiqarish sexlari, texnologik liniyalar, tayyor mahsulotlar omborlari hamda yordamchi infratuzilma obyektlari mavjud bo'lib, 12 turdagi elektrotexnika mahsulotlari ishlab chiqarilib, ichki bozor ehtiyojini ta'minlashga xizmat qilmoqda. Hozirgi vaqtda bizning korxona Angren iqtisodiy erkin zonasida joylashgan bo'lib, bir qancha toifadagi mahsulotlar ishlab chiqaramiz. Hozirgi kunda prezidentimizning tadbirkorlik subyektlariga yaratilgan imkoniyatlardan kelib chiqib, ular tomonidan berilgan imtiyozlar, qo'llab-quvvatlanishlar sababli hozir nafaqat O'zbekiston hududida, balkim eksport salohiyatimiz ham yildan-yilga oshib bormoqda. Bizning sohamizda hozirgi kunda zamon texnologiya rivojlangani sababli yildan-yilga biz kadr salohiyatini oshirib olishimizga talab kuchaymoqda. Shunda biz o'z xodimlarimizni malaka oshirishga chet el yoki yuqori texnologik korxonalarga malaka oshirishga jo'natmoqdamiz. 5 yildan keyin korxonamiz o'ylaymizki, nafaqat O'zbekiston bozorida, nafaqat O'rta Osiyo bozorida, balkim Yevropa davlatlariga ham eksport salohiyatimizni oshirib borish. Mazkur korxonada mutaxassislarning bilim va ko'nikmalarini oshirish maqsadida Xitoy va Germaniya davlatlari bilan hamkorlikda malaka oshirish dasturlari amalga oshirilmoqda. Bu tajriba almashinuvi zamonaviy ishlab chiqarish usullarini o'zlashtirish, yangi texnologiyalarni joriy etish hamda mahsulot sifatini oshirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Korxonada maishiy muzlatgichlar zamon talablariga to'liq mos holda ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan. Mazkur jarayonda ilg'or texnologiyalar joriy etilib, mahsulotlar energiya samaradorligi va xavfsizlik mezonlari asosida ishlab chiqarilmoqda. Shuningdek, zavod tarkibida muzlatgichlarni tekshiruvdan o'tkazishga mo'ljallangan maxsus laboratoriya faoliyat yuritadi. Har bir mahsulot qadoqlashdan avval texnik va funksional sinovlardan o'tkazilib, belgilangan standartlarga muvofiqligi tekshiriladi. Mana shu muzlatgichlarda 30 dan ortiq turini hozirgi kunda ishlab chiqaramiz. Bularning asosiy katta qismini inventor motorli Noxros
texnologiyasi asosida ishlaydigan xolodilniklar tashkil qiladi. Ya'ni invertor motorli xolodilniklar kam tok yeydigan, muzlatgichlar yog' yig'maydigan muzlatgichlar hisoblanadi. Bu muzlatgichlarga kundan kunga talab ortib bormoqda. Laboratoriyamizda asosan xolodilniklarimiz hammasi 100% 2 soat davomida laboratoriyada tekshiriladi. Ya'ni nimasi tekshiriladi? Asosan kompressor ishlashi qanday ishlayapti? Xolodilnikli funksionalligiga ta'sir qiladigan elektr xavfsizligi sovutishi, ya'ni xolodilnik kamerasi qanchaga sovutyapti, morozinlik kamerasi qanchaga sovutyapti, shularni tekshiramiz. Korxonada katta qismini yoshlar tashkil qiladi, ya'ni texnikumlarda tugatgan ishsiz yoshlar, ya'ni o'zini intilishidan kelib chiqib ishsiz yurgan yoshlar ish bilan ta'minlangan. Korxonaning yarim avtomat kir yuvish mashinalari ishlab chiqarish sexi 2020-yilda tashkil etilgan bo'lib, bugungi kunda zamonaviy va samarali ishlab chiqarish tizimiga ega. Sexda qo'llanilayotgan asosiy texnologik uskunalar Yaponiya davlatidan keltirilgan bo'lib, ular mahsulotning sifatli va uzluksiz ishlab chiqarilishini ta'minlaydi. Faoliyatning dastlabki bosqichida sexda atiga 2 ta model ishlab chiqarilgan bo'lsa, bozor talabi va iste'molchilar ehtiyojlaridan kelib chiqib, bugungi kunda 7 kilogramm, 8 kilogramm va 10 kilogramm sig'imli yarim avtomat kir yuvish mashinalari ishlab chiqarilmoqda. Majmuaning umumiy maydoni 6120 kvadrat metrni tashkil etib, ishlab chiqarish jarayonlari puxta rejalashtirilgan. Ishlab chiqarish liniyamizda 16 mingta bir oyga yig'ilamiz. Bu deganimiz 650 talargacha yig'amiz bir kunda. Ishchilardan 120 ta ishchilarga ish bilan ta'minlaganmiz. Bulardan ko'proq 70-80% ayol kishilardan iborat. Texnologiyamiz ancha zamonaviy texnologiyalar, tekshiruv apparatlarimiz ham zamonaviy. O'sha apparatlarimiz insonlarga juda ham yaqin, qulaylik, juda ham tez ishlarni bajarishga yordam beradi. Bu mahsulotlarimiz juda ham hozir ayniqsa qishloq xo'jaligida, hovlilarda juda ham yaxshi, qulay va tez sotilib, tez ishlatishadi. Qulayligi xohlagan joyingizga ko'chirishingiz mumkin, xohlagan vaqtingizda ko'chirishingiz mumkin. Yarim elektrik, yarim mexanik mahsulot. Mazkur korxonada xotin-qizlar bandligini ta'minlash masalasiga ham alohida e'tibor qaratilgan bo'lib, ular uchun qulay va xavfsiz mehnat sharoitlari yaratilgan. Ishlab chiqarish jarayonlari xotin-qizlar salomatligi va mehnat muhofazasi talablariga to'liq mos holda tashkil etilgan. Qulay ish grafigi, zamonaviy jihozlar hamda ijtimoiy maishiy sharoitlar bilan ta'minlangan. Bu esa ayollar mehnatidan samarali foydalanish, ularning kasbiy faolligi va barqaror bandligini ta'minlashga xizmat qilmoqda. Birinchi ish faoliyatim farroshlik bo'lgan. Qiziqishlarim natijasidan kir mashinani detallarini yig'ib, operatorlik sohasi bo'yicha ishlayapman. Muhiti juda yaxshi, ayollarni ish olib borishi ham yengil. Har bitta kir mashinani detallari ayollarga qulay. Bunaqa qiyin emas. Korxonada shu paytgacha 5 yilgacha ishlagan bo'lsam, nonimiyman. Ish faoliyatim juda ham yaxshi. Ayollarni har tomonlama qo'llab-quvvatlayotgani uchun, ayollarga yengillik ishlab berayotgani uchun, shunaqa korxonalar ko'payayotgani uchun prezidentimizga alohida rahmat. Korxonaning changyutgich ishlab chiqarish yo'nalishi 2023-yilda ishga tushirilgan bo'lib, u nafaqat ichki bozorni sifatli mahsulot bilan ta'minlash, balki eksport salohiyatini oshirish imkonini yaratmoqda. Changyutgich sexida hozirda 3 xil model ishlab chiqarilmoqda. Ishlab chiqarish quvvati oylik 10 ming dona, kunlik esa 350-400 donani tashkil etadi. Mahsulotlar zamonaviy talablar va texnik standartlarga javob beradigan sifat nazorati orqali ishlab chiqariladi. Har bir changyutgich laboratoriya sinovlaridan o'tkazilib, qadoqlashdan oldin talablar bo'yicha tekshiriladi. Bu esa mahsulot sifatini kafolatlaydi. Changyutgichlarimiz qo'shni davlatlarga, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va qo'shni davlatlar hammasiga eksport qilamiz. 250 tadan 350 tagacha ishlab chiqarish quvvatiga ega. Bir hafta mobaynida ish o'rgatiladi. Bir haftadan so'ng har bir yarim soat ichida xabar olib, ishi noto'g'ri ketayotgan bo'lsa o'rgatiladi. Mana shu changyutgichga ishlatiladigan qurilmalar asosiy qismi mahalliylashtirilgan, ehtiyot qismlar chet eldan olib kelinadi. Texnologiyalarimiz hozirgi kunda ish jarayonini tezlashtirishga odamlarga yordam beryapti. O'zimizda ishlab chiqarilayotgan 1400 lik watt changyutgichimiz qolgan brendlarga qaraganda tortish quvvati kuchliroq. 20 ga yaqin xodim ish faoliyatini olib boradi. Aytish joiz, bu kabi loyihalar mamlakat iqtisodiy ko'rsatkichlarining o'sishi, yangi ish o'rinlari yaratilishi bilan birga hududlar rivoji va aholining farovonligi oshishiga xizmat qilmoqda. Yangi O'zbekiston iqtisodiyotining bugungi yuksalishida mana shunday innovatsion va eksportga yo'naltirilgan korxonalar tayanch kuchga aylanib borayotgani bugun hayotiy haqiqat.
Fotoelektr stansiyalari quyosh energiyasini elektr energiyasiga aylantirib, insoniyat uchun ekologik, toza va qayta tiklanuvchi energiya manbaini taqdim etadi. Ular havoni ifloslantirmaydi, zararli gazlar chiqarmaydi va iqlim o'zgarishining oldini olishga yordam beradi. Shuningdek, fotoelektr stansiyalari energiya ta'minotini barqarorlashtirib, yoqilg'i resurslariga bo'lgan qaramlikni kamaytiradi hamda uzoq hududlarni elektr energiyasi bilan ta'minlash imkonini yaratadi. Shu sababli butun dunyoda, shu jumladan yurtimizda ham bunday stansiyalar soni ortib bormoqda. Mavzuni muxbirimiz Bo'ka tumanidan davom ettiradi. Ma'lumki, keyingi yillarda prezidentimiz tashabbusi bilan aholi farovonligi va biznesni o'stirishga xizmat qiladigan infratuzilmani yanada yaxshilash bo'yicha tizimli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan, energetika sohasidagi yangilanishlar evaziga elektr ishlab chiqarish hajmi o'tgan 2025-yilda 85 milliard kilovat-soatga yetdi. Taqqoslaydigan bo'lsak, bu ko'rsatkich 2017-yilda 60 milliard kilovat-soat generatsiyani tashkil etgan. Tarmoqning modernizatsiya jarayonida yashil energiya manbalariga o'tish, qayta tiklanuvchi energiya ishlab chiqarish mamlakat iqtisodiyotining asosiy poydevoriga aylanib bormoqda. Markaziy Osiyo, jumladan O'zbekiston hududida 300 kundan ortiq quyoshli kunlar kuzatiladi. Ekspertlarning hisob-kitoblariga ko'ra, mamlakat hududiga tushadigan quyosh energiyasi nazariy jihatdan respublikaning yillik elektr ehtiyojidan bir necha barobar ko'p. Shu sababli fotoelektr stansiyalarini rivojlantirish milliy energetika strategiyasining muhim yo'nalishiga aylanmoqda. Mamlakatimizda yashil energiya manbalarini joriy etish bo'yicha olib borilayotgan islohotlarning amaliy natijalari esa allaqachon o'z samarasini berishni boshladi. Kattaligi jihatdan yetakchi o'rinlarda turuvchi O'zbekiston va Xitoy Xalq Respublikasi hamkorligida Toshkent viloyatining Bo'ka tumanida joylashgan fotoelektr stansiya ham shular jumlasidan. Bizning fotoelektr stansiya 263 megavat umumiy quvvatga ega bo'lib, hozirgi kunda 220 kilovolt liniyalar orqali yangi Domqo'rg'on hamda eski Domqo'rg'on podstansiyalari va shu bilan birgalikda Adolat podstansiyasiga elektr energiya yetkazib beradi. Elektr energiya tizimiga 62 kilometr masofadagi 220 kilovoltli liniya orqali o'z hissamizni qo'shmoqdamiz. Hozirgi kunda qish mavsumi bo'lganligi sababli kunlik ishlab chiqarish 400 megavatdan 1000 megavatgacha tashkil etmoqda. Stansiya ishi to'liq avtomatlashtirilgan bo'lib, barcha ishlab chiqarish jarayonlari nazorat ostiga olingan. Bu esa elektr energiya ta'minotini barqarorligini hamda xavfsizligini ta'minlab beradi. Korxonamizni ahamiyatga molik jihati shundan iboratki, atrof muhitga ta'siri bo'lmagan holda kelajak avlodga tabiatni boricha saqlab qolishga yordam beradi. Ushbu quyosh elektr stansiyasi quyosh panellari, to'rlangan ko'rinishdagi invertorlar, kuchaytiruvchi transformatorlardan tashkil topgan asosiy fotoelektr kichik massivlardan iborat bo'lib, jami 39 megavat quvvatdagi va 2 ta 6 megavat quvvatdagi fotoelektr massivlarni o'z ichiga oladi. Mamlakatda investorlar uchun yaratilgan qulay sharoit mana shunday zamonaviy va katta quvvatga ega bo'lgan stansiyaning faoliyati yo'lga qo'yilishiga zamin yaratdi. 2024-yilda qurilishi boshlangan ushbu fotoelektr stansiya bugungi kunda atmosferaga zarar yetkazmagan holda aholi xonadonlarining yorug' bo'lishiga va ishlab chiqarish korxonalarining uzluksiz ishlashiga xizmat qilmoqda. Xitoy va O'zbekiston o'rtasidagi strategik hamkorlik 2023-yilda yana ham jadallik kasb etdi. Shundan so'ng Xitoy kompaniyalari O'zbekistonga faol sarmoya kirita boshladi. 2025-yil ma'lumotlariga ko'ra, xitoylik investorlar O'zbekistondagi eng yirik xorijiy investorlarga aylanmoqda. Shu jarayonda bizning kompaniyamiz ham qariyb 2 milliard dollar sarmoya kiritishni rejalashtirgan. Toshkent va Parkent hududlarida ham yangi energetika loyihalari amalga oshiriladi. Biz energetika bilan birga qishloq xo'jaligi sohasida ham hamkorlikni kengaytirishni reja qilyapmiz. O'zbekistonda investitsiya qilish uchun qulay sharoitlar va imtiyozlar taqdim etildi. Ushbu yutuqlar ikki davlat hukumati, ayniqsa O'zbekiston hukumati va mahalliy idoralarning faol yordami bilan amalga oshmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev janoblari loyihalarni shaxsan qo'llab-quvvatlab, bir necha bor kompaniya rahbariyatini qabul qilgani bizga katta ishonch bag'ishladi. Shu munosabat bilan prezident janoblariga hamda O'zbekiston xalqiga chuqur minnatdorlik bildiramiz. Ushbu fotoelektr stansiyasi barpo etilishida 610 watt va 615 watt quvvatga ega bo'lgan monokristalli kremniy
2 tomonlama va 2 oynali yuqori samarali quyosh panellari joylashtirilgan bo'lib, umumiy hisobda 940 dona 300 kilovat quvvatga ega bo'lgan to'rlangan ko'rinishdagi inventorlar o'rnatilgan. Bunday tuzilma jarayonni sifatli va samarali tashkil etishga zamin yaratadi. Bu kabi loyihalar yurtboshimiz tomonidan ekologik muammolarni bartaraf etish maqsadida amalga oshirilayotgan islohotlarning amaliy ifodasidir. Tadbirkorlar bugun mavjud imkoniyatlardan to'g'ri foydalangan holda manfaatli faoliyatni tashkil etayotgani iqtisodiy barqarorlikka erishish, turmush farovonligini ta'minlashda alohida ahamiyat kasb etmoqda. Buning natijasida mazkur hudud aholisining kundalik turmush darajasida sezilarli o'zgarishlar kuzatilmoqda. Kecha va bugunni solishtiradigan bo'lsak, Bo'ka tumanining nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy qiyofasi ham tubdan o'zgarib, barcha sohalar taraqqiy etayotganini ko'rish mumkin. Bo'ka tumanida tug'ilib o'sganman. Hamma vaziyatlarni ko'rib o'tdik. Ayniqsa mana 2018-yildan keyin o'zgarishlar katta bo'lib, ayniqsa 2022-yildan keyin tumanimizda tubdan o'zgarish bo'ldi. Xitoy Xalq Respublikasi bilan birgalikda quyosh foto elektr energiyali korxona ishga tushirildi. 12 milliard so'mlik daromad keltirdi tumanimizga. Prezidentimiz Oliy Majlis Qonunchilik palatasi hamda O'zbekiston xalqiga qilgan murojaatida mana shu joylarga, ayniqsa chetdan qaytganlar, ishsizlik darajasi oshgan joylarga alohida e'tibor berish natijasida mana shu hozirgi kunda bizning Bo'ka tumanimizda ham ko'pgina ish o'rinlari ochilib, ayniqsa mana bitiruvchilarni o'qishga kira olmagan qismlarini ham ishga joylashtirish uchun imkoniyatlar yaratilmoqda. Yangi O'zbekistonda olib borilayotgan islohotlar bizning Bo'ka tumanimizda ham o'z natijasini bermoqda. Xulosa qilib aytganda, foto elektr stansiyalari bu faqat energiya manbai emas, balki ekologik barqarorlik, iqtisodiy rivojlanish va kelajak avlodlar uchun toza muhitni ta'minlash yo'lidagi muhim qadamdir. Quyosh energiyasidan foydalanish bu bugunning ehtiyoji va ertangi kunning kafolatidir. O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari tashkil etilganining 34 yilligi hamda 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan yurtimizning barcha hududlarida Milliy armiya, ona yurt qalqoni, tinchligimiz posboni shiori ostida bayram tadbirlari o'tkazilmoqda. 14-yanvar yurtimizda O'zbekiston Respublikasining suvereniteti, hududiy yaxlitligi, aholining tinch hayoti va xavfsizligini himoya qiladigan kasb egalari, Vatan himoyachilari kuni hamda O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari tashkil topgan kun sifatida nishonlanadi. Ushbu bayram nafaqat harbiy xizmatchilar, balki ayni vaqtda armiya saflarida o'z burchini o'tab qaytgan yurtdoshlarimiz va xizmatga boradigan ming-minglab navqiron yigitlarning bayrami deb qabul qilingan. Bo'ka tumanida o'tkazilgan tadbir ham yurt posbonlariga ko'rsatilgan ehtiromning bir ko'rinishi bo'ldi. Tadbirda tuman hokimligi va harbiy prokuratura vakillari, nuroniylar, mahalliy aholi hamda o'quvchi yoshlar faol ishtirok etishdi. Bayram dasturi doirasida harbiy chiqishlar namoyish etilib, yurt tinchligi va osoyishtaligini ta'minlash yo'lidagi mard va jasur harbiylarimizning shijoati aks ettirildi. Shuningdek, tuman madaniyat bo'limi xodimlari tomonidan vatanparvarlik ruhidagi kuy-qo'shiqlar ijro etildi. Harbiy orkestr ijrosidagi musiqiy chiqishlar tadbirga yanada ko'tarinki kayfiyat bag'ishlab, yig'ilganlarda unutilmas taassurot qoldirdi. Kechagina Vatan himoyachilari kuni nishonlanishi e'lon qilingan edi. Mana bugun shu fursatga ham 34 yil o'tib qoldi. 34 yil ichida vatanimizni himoyachilarini, vatanimizni chegaralarida shunaqa ham bir katta ishlar amalga oshirildi. Buni hammamiz ko'rib bilib turibmiz. Buning uchun yurtboshimiz katta kuch, katta bilim, katta mablag' sarflanmoqda bu chegaralarni mustahkamligi uchun. Chegaralarimiz mustahkam ekan, biz bemalol erkin yashab yuribmiz. Bugungi kunga shukronalik qilish, bugungi kunga mana shu musaffo osmonimizga shukronalik qilish kerakligini bugungi tadbirimizdan, butun mana shu yurtimizda olib borilayotgan siyosiy, ijtimoiy hayotdan ham ko'rsak bo'ladi. Buning uchun tinchligimizni saqlayotgan mana shu chegaramizni, qo'shinlarimizga hamma mana shu vatanimizni porloq kelajagi uchun mehnat qilayotgan barcha insonlarga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolaman. Ona yurtimiz har doim o'zining mard, jasur yigitlari bilan faxrlanib kelgan. Yigitlarimiz ota-ona va oilasini, o'zi yashayotgan yurt tuprog'ini muqaddas bilib, vatan himoyasi uchun doimo shay turishni burch deb hisoblagan. Mazkur bayramning nishonlanishi xalqimizning o'z milliy armiyasiga nisbatan cheksiz hurmatini, alp yigitlarga nisbatan iftixorini bildiradi. Nurafshon TV telekanali orqali efirga uzatilayotgan Fursat 7 dasturidan o'rin olgan xabar va lavhalar shulardan iborat edi. Kelayotgan yangi hafta barchangiz uchun xayrli bo'lsin. Dasturlarimizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.